Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi sonimizda Mr. Alisher. Всем здравствуйте. Alisher, siz obunachilaringizdan bizga savollar kelib tushgan. 5 ta, 6 ta. Birinchisi, siz rus tilini o'rganishingizdagi 3 ta asosiy sabab. Xo'p, rus tilini o'rganishimning birinchi asosiy sabab bu teng yarim qarindoshli urug'larim rus bo'lganligi uchun, ya'ni tatar bo'lganligi uchun menga rus tilini o'rganish majburiy bo'lgan. Ikkinchi sababim, uydagilarim ham teng yarimim ruschada gapirgan. Hamda ta'lim olish maktabim ham rus tilida bo'lgan. Uchinchi sababim, rus tiliga o'zimning bo'lgan qiziqishim, ya'ni hozirgi O'zbekistonda 80% odam rus tilida gapirishi. Hayotingiz necha foiz rus tilidan iborat? Hayotimning hozirgi bo'layotgan vaziyatdan o'ylab chiqadigan bo'lsak, 90% rus tilidan iborat. Nega aynan rus tilida dars berasiz siz? Chetga sayohat qilmagansiz, o'qish uchun? Chetga chiqish uchun birinchi navbatda har xil narsalar, har xil muammolar, oilaviy muammolar bo'lgan. Nima sababdan rus tilidan dars beraman deydigan bo'lsak, ko'p odam hozirda Rossiya hamda eski Sovet davlatlariga ketishi, hamda u yerda rus tili majburligidan odamlar kelayotganligi uchun men rus tilidan dars berayapman. Rus tilida qancha muddatda, minimum qancha muddatda biz gapira olamiz? Birinchi navbatda har xil odamlar aytishi mumkin 6 yil, 6 oy, 3 oy deb aytishi mumkin, lekin o'zingizga bog'liq birinchi navbatda. Odamning o'ziga bog'liq. Agar odam yaxshi o'qiydigan bo'lsa, xuddi shu natijani 1 yilda tushunib, o'qib, hamda savollarga javob beradigan darajada o'rganish mumkin. Qarang, ba'zi odamlar aytadi, dunyodagi qiyin tillardan bittasi rus tili. Bu narsa to'g'rimi? Bu narsaga qo'shilaman, chunki rus tilida окончание, har xil predloglar degan, ya'ni ko'makchi so'zlar bor. Shuning uchun rus tilini yodlash juda qiyin. Ya'ni obunachilarimiz aytayapti, ya'ni rus tilini oshirish uchun, speakingni oshirish uchun rus tilida 3 ta yoki 4 ta multfilm yoki kino tavsiya qiling deb. Xo'p, 3 ta 4 ta multfilm tavsiya qiladigan bo'lsam, birinchisi bu Маленький принц. Ikkinchisi o'zim ko'rgan multfilmlar ichida Три богатыря. Hamda oxiri uchinchisi juda qiziqarli hamda kulgili bo'lgan Madagaskar multfilmi. Qarang, misol uchun aytaylik, men speakingni oshirish uchun, speaking chiqish uchun asosan kino yoki o'yin o'ynaganman-da. Rus tilidan shu narsani qilsa bo'ladimi? Misol uchun qanaqadir o'yinlar, syujetni o'yinlar rus tilida o'ynab turib, speakingni oshirsa bo'ladimi? Albatta, speakingni oshirsa bo'ladi, lekin hammaning imkoniyati har xil. Shunga nisbatan kompyuter o'yinlarini o'ynaydigan odamlar o'zlari ham biladi, chunki 80% o'yin rus tilida chiqadi. Rossiya bilan hamkorligi bo'lgani uchun rus tilida chiqadi. O'zbek tilida chiqqan o'yinlar menimcha kam. 3 ta yoki 2 ta o'yin ayting. 3 ta yoki 2 ta o'yin aytadigan bo'lsam, bular World at War, Ikkinchi jahon urushidagi o'yinlar, ya'ni strategik o'yinlar. Uchinchisi bu sujetli o'yinlar, ya'ni sujetli o'yinlar deydigan bo'lsak, Одни из нас, The Last of Us deyiladi. Men hozirgi kunda o'ynayapman The Last of Us'da, lekin ingliz tilida. Xo'p, hamda hozirgi ommabop o'yinlarning ichida oladigan bo'lsak, 90% odamlar PUBG o'yinini o'ynashadi. PUBGda ham SNG o'yinchilar juda ham ko'p. Shu sababdan rus tilini o'rganishni tavsiya qilaman. Qarang. Okay guys, bugungi dasturimiz tugadi. Shu bilan Xudo xolasa keyingi dasturimizda kim chiqishini olasiz. Kommentariyga yozib qolamiz.